Hali yangi narsa olsa maqtana oladigan bolalar bo'ladi bilasizmi? Original deb oladi, oldimga kelib turib, "Soating necha pul?" deydi. Men 200 ming so'm yo'yganman prosta. O'zi undan ham qara telefondan qarayman har doim desam, meniki mana $300 ekan. Podarka qilish $300 original ekan. Nima bo'pti u $300? 10 minut oldinga jildirib olaman, sendan 10 minut oldin soat 3 bo'lganini bilaman. Qalay, Elon Muskda ham yo'q unaqasi. Men ham qo'limga devorga taqiladigan soat taqib olmaganman. Yo qum soat emas qo'limdagi. Oddiy soat. Ikkovimiz ham bir xil vaqt ko'rsatdi. Yo'q, mana yangi ustoz olsa so'rasin deb turib, hali o'zi aytmasdan mana qilaveradi yangi ustoz. Yo'q, mana to'g'rilab u yoq bu yog'i. Hali ko'chada yursangiz, anaqa qilib yursa, odamlar qo'tirib bor ekan, mana bolani belida deb o'ylamasin deb so'raysiz, ha? Yangi oldingmi siz? Yangi oldim, ha. Narxini maqtanmay qo'yore 700 mingga oldim deb. O'quv markazida ham gapirib, "Sen o'quv markazida o'quving ingliz tilida?" Ha, men ham mana o'quv markazida o'qiyapman, bizniki qimmatda. Bizda ham 3 oyda o'rgatadi-yu, lekin qimmat. Men hujrada o'qiyapman. Meniki ham o'quv markazida, prosta arzonroq edi.